Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Haftalik istiqlol xabarlari programmamizga kelganlarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. İstanbul'da Barın Cihadi'nin 23. yıllıqını xatırlash yig'ini o'tkazildi. Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyatining o'rinlashtirishi bilan 5 aprel juma kuni jamiyatning Zaytunburnu sho'basida Barın Cihadi'ning 23. yıllıqını xatırlash yig'ini o'tkazildi. Yig'in kech soat 7 da boshlandi. Yig'inga Istanbulda yashayotgan Uyg'urlardan ko'p sonda kishi qatnashdi. Barın Cihadi'ning 23. yıllıqını xatırlash munosabati bilan ochilgan yig'inda Barın Cihadi shahidlariga atab Qur'on xatmi qilindi. Qur'on xatmisidan keyin jamoat arbobi Abduqodir Yapchan Barın shahidlariga atab duo qildi. Duodan keyin jamiyatning raisi Hidoyatullo O'g'izxon yig'in ahliga yig'inning ruhini uqtirdi. Yig'in Qur'on tilovat qilish bilan boshlandi. Tilovatdan keyin jamiyatning raisi Hidoyatullo O'g'izxon so'z qildi. U so'zda bu qatimgi suhbatning maqsadi va nima uchun bu kunni xotirlaymiz degan mazmunda so'z qildi. Biz bugun nima uchun bir kunni xotirlash, bir kimlarni, bir kishilarni xotirlash uchun to'plandik. Har yil qilyapmiz. Biz taqdirlamoqchi bo'lgan kishilar va harakat bo'lsa, bu Alloh Zuljalal Taolaning koinotningki egasi bo'lgan, qiyomat kunining sohibi bo'lgan ulug' Alloh Taolaninki taqdiriga erishgan kishilarni taqdirlash bizningki burchimiz bo'lganligi uchun. Uning uchun biz to'planib o'tiribmiz. Chunki Alloh Taolo azimatlarni, qadrdan g'ayratlik mujohidlarni, shahidlarni Qur'oni Karimda minal mu'minina rijal dedi. Rijal degan tahsin so'zi bilan alayda erkaklar deb alayda damlab qilgandek bir so'z ishlatgan so'z. Alloh Taolo erkilatgan, damlagan erkaklar deb atagan mu'minlarning ichidagi erkaklar degan shu erkaklarni xotirlab o'tiribmiz. Keyin Istiqlol tashviqot markazi tarafidan tayyorlangan Barın Cihadi shahidlarini xotirlash hujjatli filmi qo'yildi. Filmda Sharq Turkiston ishg'olga uchragandan buyongi Xitoy zulmlari va bu zulmga qarshi jihodiy kurashlar aks ettirilgan bo'lib, yig'in ahliga Sharq Turkistonning yaqinqi tarixiy voqealarini eslatdi. Keyin jamiyatning muavin raisi Musajon Ar Barın Cihadining tafsilotini qisqacha anglatib, Barın Cihadining qandoq boshlanganligi va qandoq oxirlashganligi haqida tayyorlagan maqolasini yig'in ahlining diqqatiga sundi. Keyin jamiyatning bosh naziri ustoz Abdulkimxon Maqsumajim Barın Cihadi shahidlarini xotirlash munosabati bilan Sura Anfalning 73-oyatini tushuntirib o'tdi. Ve Barın Cihadi jarayonidagi voqealardan qandoq ibrat elish va qandoq nuqtalarga diqqat qilish to'g'risida so'z qildi. Senden son qomat muhim emas, qimmat, sifat muhim. Sening o'zingni yetishdi. Ilohiy ta'limotga kel degan bo'ldi oyatning ma'nosi. Bu yerdagi masalan odamning sonining az bo'lganligi, zamani qurolning bo'lmaganligi, yetarlik iqtisodning bo'lmaganligi emas. İslamning ruhiga uyg'un bir ruh, shunda hayotning bo'lmaganligi masala bu. Keyin jamoat arbobi Abduqodir Yapchan Allohning diniga haqiqiy sadoqatmin bo'lish va musulmonlarni qanday qilganda o'rtaq fikrga kelgili bo'ladi degan xususda so'z qilib, Barın Cihadidan keyin hozirgacha Xitoy tajovuzchilariga qarshi kurash to'xtab qolmadi va to'xtab qolmaydi. Xitoy tajovuzchilarini Sharq Turkistonda puttirab turolmaydi ekanmiz degan tuyg'uga akilishimiz kerak dedi. Bu Sharqiy Turkiston musulmonlarining ruhi. Bu iman ve İslam'ın ruhi bu. Biz bu ruh arqılıq ornumuzdan deh duralaydıgan bir musulmonlarni barpo qilish orqali Xitoydan iborat bu jinoyatchi Sharqiy Turkistonda yashash imkoni bermaslik. Bu ruhni shakllantirishimiz lazım. Resimde köketken, aç filmlerde körevatkan, Xitoyning harbiy manevrlarını körevatkan, bu harbiy imkan, bu iqtisod, bu siyasi imkan, muş 500 adam ötep qasqanda bo'ladi.
Bunu deydi ki bizden ahmakla yüzden koskun toygunu bilmeydiğen bu ablakla küçü itemdi bunun deydi. Hey! Xitay akandan sonra bakın bizning kuchimiz yetadiganligiga Xitay akancha iymon keltirib bo'ldi. Sen iymon keltirmadingiz. Hey! Biz 500 kişi bilen 1000 kişi bilen Allah'ın vaazini ve yardımı bilen biz şu hareket aşında bir imkan olsa Xitay tamamen yarışa Xitay çoğu Şarkı Türkistan'da yaşayamaydı o. Yaşaş imkanı vermeyemez. Biz hayat için emez. Ölüm üçün çoğu köreş kılımız, cihat kılımız. Xitay çoğu yaşaş, rahat üçün çoğu uruş kılıdı. Eng ahırda cemiyetning raisi Hidoyatullo O'g'izxon xotimi so'zi qildi va yig'in ahliga ziyofat hozirlagan Ma'rif jamiyati Zaytunburni sho'basining idoriy a'zolariga rahmat etdi. Oxirgi duoni ustoz Abdulkarim Kuchar qildi. Yig'in kech soat 10:20gacha davomlashgan bo'lib, hammaylar ruhliq holda qaytishdi. Yig'inning tafsilotini to'rimizning televiziya bo'limidan ko'rib olasizlar. Angushiyadagi qonliq to'qinishda 5 dan ko'p rus askar o'ldi. Rossiya mas'ullarining ilgari surishicha 8 aprel dushanba kuni Shimoliy Kavkazning shimolidagi Angushiya Jumhuriyatida yuz bergan qonliq to'qinishda mujohidlar ko'plagan rus ishg'olchilarini yer ishlatgan. Vaqa boshlanishdan burun rus soqchilari Angushiya poytaxti Naziranga yaqin Dolakofo kentida mujohidlar yig'iladigan uy deb gumon qilgan uyga bostirib kirmoqchi bo'lganda mujohidlar Rossiya ishg'olchi qismiga qattiq o't ochgan. İki taraf arasında ciddi bir maydon etishish yuz berib, nechilagan rus askarlari o'lgan, o'lganlarning ichida bir nafar rus qo'mondoni bor. Keyin rus ishg'olchilar Iroqdan muhosiraga elishni qaror qilgan. Tushdan keyin soat 3 atrofida mujohidlar ularga tuyuqsiz hujum qo'zg'agan va darhol o'zlarining lageriga muvaffaqiyatli chekingan. Xabarlarda ikki tarafning to'liq ziyon ahvoli aniq bildirilmadi. Ammo qo'rqinchoq ruslar mujohidlar ketgandan keyin Yezidagi oddiy puhrodan bir qanchani o'ltirib, 3 uyga o't qo'yayotgan va o'ltirilganlarning mujohidlardan ekanligini da'vo qilgan. Bu yerda eskartishga tegishli eng muhim nuqta nomusiz Xitoy tajovuzchilarining xabarlarning haqiqatini tamoman burmilgan holda yetkazishi bo'lib, bu xabarning dal o'zini Xitoy tajovuzchilari o'lganlarning 4 nafarining mujohidlardan birining rus ekanligini bildirib xabar yozgan va Uyg'ur xabar turbatlarida shu shaklda tarqatilgan. Aniqki Xitoy tajovuzchilari har qanday ahvolda o'z ishg'oli ostidagi Uyg'ur xalqining dunyoda bo'layotgan ishlarning haqiqatidan xabar tepishini hargiz xohlamaydi va musulmonlar xushal bo'ladigan, musulmonlarning ruhini ko'taradigan har qanday xabarni yoki chiqarmaydi yoki bo'lmasa xabarlarning mazmunini 360 gradus burabla g'alaba qozongan musulmonlar mag'lub bo'lgan kofirlarni g'alaba qilgan qilib tashviq qiladi va buning bilan u yerdagi musulmonlarning ruhining tushkun holatda turib qolishini kontrol qiladi. Sovet ittifoqi ag'dirilgandan beri Kavkaz rayonining hammasi degudak rus ishg'oliga qarshi to'qinish maydoni bo'lib keldi. Checheniston, Dog'iston va Angushiya xalqi rus hukmronligiga izchil qarshi turib keldi. Eng ashaddiy besim va irqchilik siyosati ijro qilib kelayotgan rus ishg'olchilari zulmga uchragan musulmonlar huquqini mudofaa qilgan har qanday kishiga qattiq zarb berib kelmoqda. Ammo bu yerdagi mujohid o'g'lonlarmi ruslarning aromini bermay ularga ajallik zarba berib kelmoqda. Afg'onistonda NATOning bir kurashchi aeroplani etib tushirildi, vaqani Taliban ustiga oldi. 9 aprel seshanba kuni Afg'onistonning sharqidagi Nangarhar viloyatida Shimoliy Atlantik Akti tashkiloti NATOga qarashli bir askariy tikuchar pochaqilinib tushirildi. Rossiyaning bugun to'g'rida zikr qilinishicha Taliban harakati voqeaning mas'uliyatini ustiga olgan va Taliban mujohidlarining mazkur aeroplanni etib tushirganligini ta'kidlagan. Yerlik istixborot agentligining zikr qilishicha Afg'oniston soqchilari naq maydonga yetib borgan, ammo hozirgacha o'lgan va yaralanganlar haqida ma'lumot berilmagan. O'tgan oyda Afg'onistonning har qaysi rayonlarida NATOga qarashli 3 urush tik uchar aeroplani etib tushirilganligi ilgari surilmoqda. Yakshanba kuni NATO tashkiloti Afg'onistonning sharqiga havo hujumi qo'zg'agan bo'lib, natijada 12 nafar yerlik puhra hayotidan ayrilgan. Bularning 11 nafari kichik bolalar. Yerlik mas'ullarning e'lon qilishicha NATOning bu havo hujumi Taliban harakatining qo'mondonlarini nishonga olgan ekan.
Ammo natijada 11 nafar kichik bola va 1 nafar yerlik fuqaro hayotidan ayrilgan. Erdoğan Misr xalqiga maxsus uchur yo'lladi. Türkiye Baş Ministri Recep Tayyip Erdoğan Misr xalqiga maxsus tinchlik uchuri yo'lladi. Erdoğan uchurida Misrda yuz berayotgan kunlik hodisalarga qarata Misr xalqini oliy irodalik bo'lishga va ichki hodisalar sababli ma'naviyatini yo'qotib qo'ymaslikka targ'ib qildi. Erdoğanning mazkur uchurini Misr xalqiga yetkazgan Türkiye Uchur aloqa dengiz va quruqlik qatnash ministri Binali Yildirim Erdoğanning Misr xalqiga maxsus uchur yo'llaganligi Türkiye xalqining Misrda yuz berayotgan har qanday hodisalarga ko'ngil bilib kelayotganligi va Misr xalqi uchun har qanday vaqtda yordamga tayyor ekanligini bildirdi dedi. Va barliq Misr ommasini ittifoqlikka chaqirib, ichki ziddiyatlar tufayli Misr xalqining ma'naviyatini tushkunlashtirib o'tmaslikka da'vat qildi. Erdo'g'anning uchurida Turkiya xalqining ilgari hozir Misr xalqi duch kelayotgan har qanday to'sqinlikka duch kelganligi va oxirida g'alaba qilganligi va Misr xalqining bu to'sqinliklar ustidan hamon bir kuni g'alaba qilganligi Erdo'g'anning buningga ishonganligi ilgari surilgan. Yana bir tarafdan Yildirim Misr ziyorati asnosida Misrning sayohat, tashviqot, uchur aloqa va qatnash ministrlari bilan suhbat o'tkazdi. Turkiyaning xizmat qilayotgan 3 sun'iy hamrosi borligi va pat arada Turkiya o'z yasagan 2 sun'iy hamroning xizmatga tushadiganligini ta'kidlagan Yildirim, Turkiyaning Misr bilan sanoat va sun'iy hamro qo'yib berish ishlarida hamkorlashishga har vaqt hozir ekanligini ilgari surdi. Turkiyaning Misr uchun 2 milliard dollar ayirganligini ta'kidlagan Yildirim, 1 milliard dollarning naq mol dasmoyisi ekanligini, qolgan 1 milliard dollarning ikki davlat orasidagi o'rtaq tijorat shaklida bo'lganligini uqtirdi. Va yana poyezd va temir yo'llari sohasida hamkorlashishga tegishli nurg'un ishlarning borligini ilgari surdi. Misr sayohat ministri bilan Misrning janubida sayohat havo yo'llari barpo qilish to'g'risida suhbatlashganligini ilgari surgan turk ministri Yildirim, Misr tashviqot ministri bilan o'rtaq televiziya programmalari hozirlash va bir qilib asosida tashviqot va hujjatli film ishlashda hamkorlashish imkoniyatining borligi to'g'risida fikr almashtirganligini uqtirdi. Shimoliy Koreya Koreyadagi chet elliklarni Koreyadan ayirishga chaqiriq qildi. Shimoliy Koreya yadro urushi mumkinchilik mazgilida bo'lganligi uchun Koreyadagi barliq chet ellik shirkat xizmatchilari va sayohatchilarning davlatdan ayrilishini talab qildi. Shimoliy Koreya Osiyo Tinch okean tinchlik komitetidan bergan ogohlantirishida Koreyada yashayotgan chet elliklarning yuz berish mumkinchiligi bo'lgan urush mazgiliga duchor bo'lib qolishni xohlamaydiganligini ta'kidladi. Bayonotda barliq chet ellik organ, shirkat xizmatchilari bilan sayohatchilarni tadbir elish yuzidan davlatdan ayrilishga chaqiriq qildi. Shimoliy Koreyaning fevralda barliq ogohlantirishlarga qaramasdan 3-qatimliq yadro siniqi elib berishi butun dunyoning qarshiligiga uchragan va BDT bexatarlik majlisi 7 martda Pyongyang hukumatiga ijro qilinadigan yangi jazo tadbirini qabul qilgan edi. Qarorga qarshilik ko'rsatgan Shimoliy Koreya Amerikaga qarshi mudofaa yadro hujumi o'rinlashtirish huquqini qo'llanganligini va Koreya bilan urush bosqichiga kirganligini e'lon qilgan edi. Shimoliy Koreyaning hafta ichida raketa qo'yib beradiganligi xabari aniqlandi. Yaponiyaning muhofizatchilar gazeti bo'lgan Sanki Shimponda kelgan xabarda Shimoliy Koreyaning hafta ichida raketa qo'yib berish mumkinchiligi kutilmoqda degan xabar yer olgan. Farqli xabar manbalaridan kuchlantirilgan xabarlarga qaraganda Pyongyang hukumatining davlatdagi bosh elchilariga har ahvolga qarshi tayyor turish haqida eskartishlar berganligi bildirildi. Gazetda kelgan xabarga qaraganda Shimoliy Koreya hukumatining bergan eskartishida 10-apreldan boshlab manevr elib berib Tinch okeanga qaratib raketa qo'yib beradiganligi bildirilgan. 차지했습니다. 전인민군 총참모부 대변인 가마에서도 지적되었지만 우리가 펜타곤에 정식 성공하였습니다. Xitoyda fojia cho'ngaymoqda. Xitoyda tekshirib aniqlangan qush so'kimi vaqalarining soni 33 ga yetdi. Xitoy Sahiya va oila planlash komiteti 11-aprel oqshomgacha jami 33 kishida qush so'kimi virusi H7N9 aniqlanganligini bildirdi.
Komitet virus sabab bilan jami 9 kishining o'lganligini bildirish bilan birga qanotliq hayvonlarga tegib ketgan kishilarning yuksak xatar guruhida ekanligini ta'kidladi. Komitet yana H7N9 virusining Sharqiy Osiyodagi qushlar bilan Xitoyning Shanxay, Zhejiang, Jiangsu rayonlaridagi to'xuvlarning genlarining aralashtirilishida maydonga kelganligini e'lon qildi. Mutaxassislar texi insondan insonga yuqish alomati ko'rsatmagan virusning 2003-yildagiga o'xshash hujum qilg'uchi xarakterdagi virusga aylanib ketishidan ansiramoqda. Yana bir tarafdan Xitoyning ichidagi nurg'un to'xuvlar, g'oz o'rdaklar va kaptarlar o'ltirib tashlandi va bozordagi ishonchlik deb qaralgan to'xuvlarning bozori kasatlashib, savdogarlar ziyon tortishga boshladi. Suriya mujohidlaridan Nusrat Fronti Al-Qoida rahbari Ayman Zawahiriga bay'at qildi. Suriyada Asad hukumatiga qarshi jihad qilayotgan Nusrat Fronti Al-Qoida rahbari Ayman Zawahiriga bay'at qiladiganligini e'lon qildi. هذه بيعة من أبناء جبهة النصرة ومسؤولهم العام نجددها لشيخ الجهاد الشيخ أيمن الظواهري حفظه الله. Suriya Qurolliq Nusrat Frontining rahbari Muhammad Javlani ovozliq bayonotida biz Nusrat Fronti o'g'lonlari Shayx Ayman Zawahiriga bay'at beramiz dedi. Javlani Iroq Islom davlati tashkilotining rahbari Abu Bakr Bag'dodining Nusrat Fronti bilan Iroqdagi Al-Qoida tashkilotining Iroq va Suriyada islom davlati qurish uchun birlashdi deb e'lon qilgan bayonotini inkor qildi. U yana Bag'dodiy tashviqot vositalari yetkazgan bayonotida Nusrat Fronti rahbarlariga maslahat salmagan dedi. Nusrat Fronti o'zining bayrog'i va yo'lini o'zgartmaydi degan Javlani Suriyaliklarga qarata so'z qilib, Nusrat Fronti o'zining nishoniga yetish uchun davomli jihad qiladi. Bizning Al-Qoidaga bay'at berishimiz siyosatimizga ta'sir yetkazmaydi deb so'z qildi. Bag'dodiy Nusrat partiyasining Iroq islom davlatining bir tarmog'i ekanligini e'lon qilgan bo'lib, uning bu bayonoti Al-Qoida tashkilotining rahbari Ayman Zawahirining Suriyadagi qarishliq ko'rsatkichlarni Suriyada islom davlati qurishga va davomli jihad qilishga chaqiriq qilgan bayonotining keyindan e'lon qilingan. Ammo Suriya o'qituvchilari ichidagi asosli kuch bo'lgan Erkin Suriya armiyasi Nusrat Frontining bu pozitsiyasiga ehtiyotkorlik bilan qarab, Nusrat Frontining fikriga qo'shilmaydiganligini, Erkin Suriya armiyasining rahbarligi bular bilan birlik haqida biror bayonot e'lon qilmaganligini bildirdi. Hürmetlik televizor ko'rguvchilar, haftalik istiqlol xabarlari programmamiz bugun mush yerda oxirlashdi. Kelar qatimqi programmamizni ko'rishgacha sizlarni Janobi Allohga topshiramiz. Assalomu alaykum.